Soch o'rmida yashirin sirlar. 14 o'rim an'anasi. O'zbek xalqining qadimiy madaniyatida soch o'rmi nafaqat go'zallik belgisi, balki ayollik timsoli va ma'naviy ifoda sifatida alohida o'rin tutgan. Ayniqsa 14 o'rim an'anasi qadimda o'zbek qizlarining orzu qilgan siymosi, yoshlik va poklik timsoli bo'lgan. Tarixiy manbalarda bu an'ana Buxoro, Xiva va Qo'qon xonliklari davrida, ya'ni 15-19 asrlarda keng tarqalgan. Ayniqsa boy badavlat oilalarning qizlari bayramlar, sayllar yoki to'y marosimlarida 14 o'rim qilib, atlas yoki atras liboslari bilan o'zlarini bezaganlar. Har bir o'rim ayolning ichki dunyosidagi fazilatlar, sabr, iffat, halolligi, mehnatkashligi va or nomusini bildirgan. Bu urf-odatga ko'ra soch o'rmi soni bejiz tanlanmagan. 14 raqami turkiy xalqlarda muqaddas sanalib, yangi hayot sari o'tish, balog'atga yetish va ayollik mas'uliyatini his qilishni bildirgan. Shuningdek, soch o'rish ona merosidir. Onadan qiziga, buvijonidan nevarasiga o'tib kelgan bu marosim ayollar orasida rishtalarni mustahkamlab, avloddan avlodga o'zbegona go'zallik mezonlarini yetkazgan. Hozirgi kunda bu urf-odatlar unutilyapti. Ammo milliy festivallarda, sahna chiqishlari va to'y marosimlarida qayta tiklashga harakatlar sezilmoqda. Zero 14 o'rim bu nafaqat bezak, balki bir xalqning ayoliga bo'lgan ehtiromi va estetik qarashlari yodgorligidir.